Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugungi darsimiz 23. Sonlarni 10, 100, mingga ko'paytirish va bo'lish. Uyga vazifalarni qaraymiz. 11-chi misol hisoblang. 65 million 100 ga bo'linmoqda. Demak, bo'luvchida ikkita nol bor. Bo'linuvchida ikkita nolni o'chiramiz va javobi qolgan son bo'ladi. Misol 65 va 4 ta nol qolmoqda. Demak 650 ming. Keyingisi ham xuddi shunday. Mana 70 million 90 mingni 10 mingga bo'lyapmiz. Ya'ni 10 mingda 4 ta nolni o'chiramiz. Bu yoqdan ham 4 ta nolni o'chirsak barobar bizda qoldi 7009. Keyingisi 1009 ni 100 ga ko'paytiramiz. 1009 ni yozamiz va 100 dagi ikkita nolni qo'shib qo'yamiz. Demak bu 100.900 bo'ldi. Keyingisi 238 ni 100 mingga ko'paytiramiz. 238 va 100 mingdagi 5 ta nolni yozamiz. Demak 23 million 800 ming. Keyingisi 700 ni 100 ga bo'lamiz va mingga ko'paytiramiz. Demak 100 da ikkita nolni o'chiramiz. 700 dagi ikkita nolni o'chirsak 7 qolyapti. Endi 7 ni ko'paytiryapmiz mingga. Va 7 va orqasidan 3 ta nolni yozsak bu 7000. Keyingisi 207 ni mingga ko'paytiramiz, keyin 100 ga bo'lamiz. Qarang, avval bo'linuvchini bajarib olsam bo'ladi. 100 dagi ikkita nolni o'chiramiz va 1000 dagi ikkita nolni o'chiramiz. 10 qolyapti. Endi 207 ni 10 ga ko'paytiramiz. Mana 207 ko'paytirilgan 10. Bu bo'ladi. 207 ni yozamiz va bitta nolni yozsak 2070 degan javob bo'ladi. Keyingi 12-chi misol. Ya'ni masala. Ona do'konda 537 ming so'm sarfladi. Eslab qolamiz. 537 ming so'm. U sotuvchiga 5 ta 100 ming so'mlik kupyura va 4 ta 10 ming so'mlik kupyura berdi. Sotuvchi qancha qaytim berishi kerak? 5 ko'paytirilgan 100 ming. Ya'ni 100 ming so'mlik 5 ta. Bu bo'ladi 500 ming. Keyin 4 ta 10 ming so'mlik kupyura bergan. 10 ming so'mlik. Bu bo'ladi 40 ming. Sotuvchi qancha qaytim berish kerak? Ona do'konda 537 ming so'm sarfladi. Endi u 537 ming tovar sotib oldi va sotuvchiga mana bu summani berdi. 500 ming va 40 ming. Qo'shsak 500 mingga qo'shamiz 40 mingni. Bu bo'ladi 540 ming. Demak 540 ming so'm sotuvchiga bermoqda. Sotib olgan mahsulot 537 ming. 540 mingdan endi ayirib tashlaydi sotuvchi. 537 ming so'mni ayirib beradigan qaytimi ma'lum bo'ladi. 3 ta nolni yozamiz. 4 dan qarzdor berdik. 10 bo'ldi. 10 dan 7 ni ayirdik. 3 bo'ldi. 4 ni o'rnida 3 qoladi. 3 dan 3 nol, 5 dan 5 nol demak 3000 so'm qolmoqda. 3000 so'm ko'proq beryapti va sotuvchi 3000 so'm qaytim berishi kerak.